Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Shodlik mahallasidagi 269-kontur. Mana konturda pomidor mahsulotlari ekilgan. Bunda 15 gektar joyda pomidor mahsulotlari ekilgan. Bunda lider tadbirkor tomonidan tashkil etilgan 15 ta yoshlarga 1 gektardan ajratilgan. Pomidor mahsulotini 1 gektaridan o'sha 30 tonnacha pomidor olinadi. Bunda 3 million so'm o'sha yer ishlash o'g'itlariga ketsa ham 12 million so'm sof daromad bilan chiqadi. Pomidor holatlari yaxshi. Kilosini hozir 15 ming so'mdan sotish rejalashtirilyapti. 1 gektardan 30 tonna chiqsa 15 million so'm daromad olinadi. Bundan 3 million so'm o'sha rasxodiy xarajatlari ketsa 12 million so'm sof daromad bilan chiqadi.